Kuni kecha o'zbek sportchilarini qozog'istonliklar urib tashlashdi. Ushbu bo'lgan holat keng muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Borishning oqibati shunaqa bo'ladi. Keyin yakkalaydi deysan, Odilxon seni. Musulmon Odilxon bilan erkak bilan videosini ko'pchilik tasharlaring, o'zim ham ko'rdim, mana millatchilik to'da degan gaplar bor-da. Millatchilik bu yerda yo'q. Aynan o'sha shertabez ikkita bizni davlatimizdan boshqa davlat jangchilariga hech qachon behurmatlik qilinmagan. Va bizning o'zbek sportchilarimiz, oddiy fuqarolar ushbu holatni boykot qilishmoqda. O'zbekistondan kelib, mana Almatada mana sanlarga gapirib qo'ysak, itlarga o'sha menga tashib qolgan. Xo'sh, siz nima qilgan bo'lardingiz? Va aziz vatandoshlar, ushbu videoni barcha sportchilarimiz tomosha qilmoqda. Kim nima deb yozishni albatta kommentariy qismiga yozib qoldiring va malol kelmasa, bizning sportchilar eng zo'ri deydiganlar bir dona like bosib qo'ying. Like sonini ko'rgan boshqa davlat sportchilari uyalib qolsin. Biz esa bosh. Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar, assalomu alaykum qadrli obunachilar. Sizlar bilan Kamina Hayotbek. Ko'p gapirmasdan sizlarga videolarni ketma-ketligini taqdim qilsam va albatta video davomida izohlaringizni kommentariyalariga yozib qoldiring, chunki ushbu videoni aytganimdek qozog'istonlik sportchilar ham tomosha qilmoqda. Juda yaxshi bilasizlar, bizni davlatimizdan boshqa davlat jangchilariga hech qachon behurmatlik qilinmagan. Ular bizning davlatimizga kelganda o'zini uyida his qilgandek hurmatda kelib, hurmatda ketgan. Lekin chet elda bunaqa mehmon kelgan sportchini bunaqangi behurmatlik qilib, hech qanaqa zashitasi yo'qligidan foydalanib, unga bir kuch ishlatish juda ham noto'g'ri deb bilaman. Xudo xolasa o'zimizni mana shu federatsiyamiz, rasmiylarimiz o'zimizni shu sport vazirligimiz ruxsat bersalar, xudo xolasa O'zbekistonda ligalarimizni kuchaytirib, butun dunyoga o'rnak bo'ladigan darajada liga ochilsa, xudo xolasa ko'rasizlar o'zni. Men bunga 100% ishonaman, o'rnak bo'lalardi. Chunki biz hamma narsamiz yetadi, xudo xolasa. Чего он уехал? Уехал, потому что мы его не защитили. Он сам себя не может защитить? Вот это да, получается, да. Он на вас обиделся и уехал, потому что вы его не защитили, да? Мужик сам себя должен защищать. Ну, будь у другого человека, что ты сделаешь? Tekin oshga borishning oqibati shunaqa bo'ladi. Keyin yakkalaydi deysan, Odilxon seni. Biratishga sen menga keraksan hali. Biratishgam keraksan sen. Qozog'istonda nima bor senga? Hali revanchimga keraksan. Oktagon liga, mana shu gapim eshitayotgan bo'lsangiz, Odilxonni asrangizlar. Hali men revanchimga kerak bu. Nima bor tekin oshga mana? Yetkazib qo'ylar do'stlar. Xullas kalom, hozir ba'zi bir kommentariyalarda ko'ryapman, millatchilik to'da degan gaplar bor-da. Millatchilik bu yerda yo'q. Aynan o'sha shertabez ikkita axranalar sen nima uchun qozoq millatida bolaga gazon qilyapsan? Nima o'zbek bolalarini eshik qiskanmi? Yili nima u ikkita sportsmen urushsa qozoqlik uchun unga nima betin tutib berish kerakmi? Yo'q, u zamonlar bo'lmagan ham, bo'lmaydi ham, bo'lmasin ham. Shuning uchun oktagondagi axranliklar mana shu millatchilik qilgani uchun ular uzr so'rash kerak birinchi o'rinda. Go'yoki qozoq millatidagi sportsmenni uryapsan deb pridyava qilyapti. Ikkinchidan, bu o'sha oktagon ligadagi odamlar. Sizlar vроде бы pul o'ylab, pul qilib ko'zlaring jir bosdi. Oktagon qilgan o'zbek top MMA sportchilari. Uni baralla aytsa bo'ladi. Aslida shu trash talk hammasiga bunga sababchi o'zbek top MMA sportchilari. Agarki даже shu darajada boradigan bo'lsa, uzr so'ramaydigan bo'lsa, shu oktagonga boykot qilgan sportsmenlarga shu bir oktagon beradigan gonorarni to'lab qo'yishga qudratimiz yetadi. Shaxsan men shu narsaga men kerakli summani vyudyovat qilaman. Ana shu top oktagonga qatnashadigan sportsmenlar. Gonorarlaringni aytinglar, kommentariyada qoldiringlar, aloqaga chiqinglar. Ana shu bo'yga chiqmasliklari uchun qancha pul kerak? Shaxsan men o'zim summa vyudyovat qilaman. Aziz obunachilar, kommentariyaga fikrlaringizni qoldiringlar. Bizlarni bolalar
именно qozog'i или там o'zbekga degan gaplar uchun u yerda ham chatayib kelishi kerak emas. Shuning uchun men yana bir bor aytaman, o'sha охранникlar sen o'zbek qozoq bolaga gazovat qilding degan so'zi uchun ular urgan yo'q, rukoprekladство qilgan yo'q. Ana shu so'zi uchun javob berish kerak, uzr so'rash kerak. Kommentariyada fikrlaringizni qoldiringlar. Odilxon bilan Erkabo'lan o'rtasidagi bo'lgan muammoni hamma o'zini fikrini aytyapti. Men o'zim fikrimni aytaman. Endi bunaqa. Avvalambor shapaloq urish bu chesga tegadigan narsa-da. Men bilan konferensiyada ham face to face qilamiz. Men distans saqlayapman. Sen mendan qo'rqyapsan deyapti. Men hech kimdan odam bolasidan qo'rqmayman. Qo'rquv so'zi menga begona, qo'rquv hissi menga begona. Lekin shoqollik qilib bir tarsak qo'l-qo'lini cho'zib qo'ymasin yoki men jahlim chiqib ketib ro'zada bir qo'lim cho'zib qo'ymay degan maqsadda shu o'rta distans saqladim. Odilxon yaqinroq boribdi, bu shapaloq urib qo'yibdi. Endi bu juda yomon narsa-da do'stlar. Keyin tabiiyki Odilxon jahli chiqqan nimadirlar qilib istora qo'yib yuborgan. Lekin ba'zi joylarda xato qilgandir, lekin shapaloq bunga sabab bo'la oladi-da. Nima bo'lganda ham Odilxon o'zbek, men Odilxon tomonini olaman. Bundan keyin ham endi bu yoqda millat parastlik emas. Endi bilmasam, hamma narsa vaqti olsa, lekin Oktagon liga bu bayslarga sal e'tibor berib, xavfsizligini ta'minlab bergani yaxshi edi, meni fikrim bo'yicha. Har kelganda bu bola shapaloq yeb ketaversa, har kelganda bu bola shapaloq yeb ketaversa, endi g'alati-da, yosh bola emas-ku. Endi hamma o'z fikrini yana kommentariyaga yozsin, sizlarni yaxshi ko'raman. Nima bo'lganda ham men Odilxon yonidaman, yelkadosh bo'laman. Assalomu alaykum hammaga. Mana bu videoni hammamiz ko'rdik. Bu yerda Erkabo'lan bilan Odilxonni konfliktida hozir juda ham ko'p Instagram ikkiga bo'lindi, butun auditoriya. Ko'p odamlar millatni o'rtaga qo'zg'ab, qozoqlar bunaqa, o'zbek, qozoq, qirg'iz shunaqa yomon kommentariyalar ko'payib ketdi. Bu narsaga o'zim fikrim bildirmoqchiman. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston hammamiz yaqin O'rta Osiyo, biz qardoshmiz, bo'g'irmiz, bir-birimizga aka-ukamiz. Hech qanaqa Qozog'istonda yoki men necha marta borgan bo'lsak, hech qanaqa yomonlik bo'lmagan. Kutib olishda yoki bir konfliktda охранаlar masalasiga keladigan bo'lsak, men videoda ko'rdim. Главный охрана bu yerda Ablay bo'lgan. Bu yerda endi охранаlar imenda yomon gapiradi deb o'ylamayman. Ikkinchi tomondan Odilxonga misol uchun shapaloq urgani bu Erkabo'lanning juda ham katta xatosi, chunki nima bo'lishidan qat'iy nazar Odilxon bitta mehmon O'zbekistondan bordi, hurmat qilib kutib olish kerak. Qanaqa konflikt bo'lishidan qat'iy nazar bir-birimizni hurmat qilishimiz kerak. 100% men bitta narsani ayta olaman sizlarga. Bu yerdaga bo'layotgan konflikt ikkalasini o'rtasida bo'layotgan konflikt. Hech qanaqa davlatlar o'rtasida yoki bir boshqa narsalar aralashtirish kerak emas. Ko'p odamlar yomon kommentariyalar yozib, ikkita davlatni bir-biriga qarab bunaqa narsa qilmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Boya zapis bo'libman, nimadir qilib, men bular o'zicha Odilxon bilan Kamil karate video qo'ygan ekan. Chesga tegadigan gap qilib. Bunaqada men ulug' kunlarda kimnidir shapaloq urib, kimnidir mushlab urib, janjal qilish xohlamayman to'g'risida. Normalligini borib, tushuntirdim, normalligini tushunib, joyida uzrni so'rab, istorasini qo'yishdi. Bunaqada men ulug' kunlarda kimlardir taraf bo'lmoqchi emasman. Kimnidir dilini ham og'ritmoqchi emasman. Kim qanaqa tushunadi? Menga farqi yo'q. Karate bilan Odilxon chestingga tegdi, sen nima o'tiribsan? Hech qachon Saturn 2 dunyo bir kelsa ham nima o'tirmadi. Bordim, uzrini so'ratdim. Sekin chiroyli kelishib oldik. Timbol ulug' kunlarda men kim bilandir bor konfliktga bormoqchi emasman. Nima qilishimni xohlayapsizlar? Kommentariyada video qilib zapis qilib chiqaribsizlar yoki promo efir qilganimni yozyapsizlar. Qo'lingdan bu narsa kelamdi. Borib o'ldirishimni xohlayapsizlar, pichoqlab taylayman bor. Kallasini o'sib taylayman. Nima qilishimni xohlayapsizlar? Kamil karate farzandi bor, oilasi bor, ro'zg'ori bor. Odilxon hali 10 gulidan bir guli ochilmagan yigit. Uni ham ota-onasi bor. Nima qilishimni xohlayapsizlar? Bu siyosat nimalar demagan? Hamma xil uzrini so'radi, chiroyligina hal bo'ldi. Sanlarga qo'ysa borki,
hammani bir-biriga shunga taraf qilasan-da, kulib bir chetda qarab o'tirasan. O'zim nima qilishni yaxshi bilaman. Shu joygacha o'zim keldim, bundan keyin ham davom etaman. Ertaga konferensiya bo'ladi. Konferensiyada ham bir burchakda jimgina o'tiraman. Men Alloh bergan ulug' kunlarda kim bilandir bir diliga og'irib, kimdir urib tepmoqchi emasman. Ro'za tugaydi, keyin nima qilishni o'zim juda miyamga singdirib olganman. Bittama-bitta sekin tugatishni boshlayman. Jonlaring sog' bilan sog' bo'lasizlar. Aqllilar. Avvalambor bir yaxshilab o'ylab ko'rdi, keyin fikr bergan bilan. Do'stlar, barchaga assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Demak, men Odilxon bilan o'rtamizda bo'lgan muammoga oydinlik kiritib o'tmoqchiman. U muammoni boshqacha qilib aytyapti va xalqlarimiz o'rtasidagi muammoni kuchaytirmoqda. U meni qozoqlar urdi deyapti. Men bunday deyman. Demak, men Odilxonga bir marta shapaloq berdim. Boshqonga hech narsa qilganim yo'q. Va u nima uchun shapaloq yeganini yaxshi biladi. Men unga aytgandim, agar meni ko'rsang yonimga yaqin kelma, chunki men sen qilgan ishlarni hammasini eslab qoldim. Yil davomida nima video qo'yganing, nimani montaj qilganing va shaxsiyatga o'tganing, men barchasini eslab qoldim. Men buni senga ham eslatib qo'yaman, agar men seni yaqinimda ko'rsam. Men uni ogohlantirgandim, lekin yo'q, videoda ko'rishingiz mumkin. Birinchi Kamil keldi, keyin esa Odilxonning o'zi keldi. Muammo shundan boshlandi va mening yonimda hech qanday talpa yo'q edi. Men unga bir shapaloq berdim va shu bilan tugadi. Keyin qo'riqchilar yugurib kelishdi, chunki ular yaqinimizda emas edilar. Ammo ular yugurib kelishdi va meni va Odilxonni ajratishdi. Uni qo'riqchilar qo'rqiladi. Demak, hech qanday talpa yo'q edi. Na o'zbeklar, na qozoqlar, u yerda millat yo'q edi. Menga farqi yo'q, u o'zbekmi, xitoylikmi, rusmi, yo'q. Menda faqat u bilan muammo bor va shu bilan tamom. Shunday ekan, hozir u katta xatoni qilmoqda. U xalqlar o'rtasiga olov yoqmoqda va bu olovni u to'xtata olmaydi keyin. Shunday ekan, u juda xavfli inson, qo'lida xavfli qurol bor, ya'ni obunachilar. U ularni to'g'ri bo'lmagan tarafga burishi mumkin. Shunday ekan, unga ishonmanglar, chunki u yolg'on gapiryapti. Men sizlarga haqiqat bo'lgan videolarni ko'rsatdim. Uni talpa qilishmaganini isbotini keltirdim. U top-toza ketdi, hatto yerga yiqilmadi. To'ktar it suka. Prosta itsan. Qozog'istonda men uyingdaman. Qayerdasan? Bir o'zim kelganman. Yonimda hech kim yo'q. Bir o'zimman. Men bilan bo'ydan qochib Kamil bilan ushdi. 11-mayga liga bermoqchi bo'lsa qochib yursan. Lekin tiqib qolishni bilasan suka. Nujeli sen o'zinglar, o'zing yurtingdagilar gapirmaydi. Ozgina mujik bo'lganda. Itsan sen prosta. Shakal suka. Assalomu alaykum o'rtoqlar. Xayrli kech hammaga. Ozgina noto'g'ri ish ketib qolibdi boya o'sha o'g'lan u bu deb gapirilgan gaplar ozgina baribir chesga tegadigan narsa. Birov hech qachon bir gazavat qilib boshqa qilib tushuntira olmaydi-yu, unda o'ylab qarasam nekrasiv ish bo'libdi, o'shaning uchun to'g'ri tushunasizlar. Всем ассаламу алейкум. Звезды октагона в самолете. У нас полет. Assalomu alaykum barchaga. Ramazon muborak bo'lsin. Kamilga ham sog'lik tilaymiz, xudo xolasa. Inshaalloh. Hammasi chiroyli bo'lishidan umid qilamiz. Shu legenda. Assalomu alaykum. Senga cho'tan Ramazon muborak. Noy Karol o'sha Almataga yo'l oldi. Karol. Вот королева. Samolyotda tushib tashlaymizmi? Balandligi 107 ming fut. Iltimos xavfsizlik vositalarini namoyish qilishiga e'tibor bering. Дамы и господа, мы выполняем Вот Карол, королева. Время полета 1 час, высота полета 37 тысяч футов. Пожалуйста, обратите внимание на Мы в полете. Октагон bugun sport batish. Betinga siyaman zo'ringda. Almatadan mana. O'zbekistondan kelib, mana Almatada mana senlarga gapiryapsan, itlarga o'sha menga tashab qolgan shortlarga kelish mana. Mana lichkam ham ochiq, nomerim ham ochiq, hamma narsa ochiq. Yoz, men lokatsiyani tashiyman, kelaring itlar. Bu videoni qo'ymasam bo'lmadi. Bilasizlar, hozir Instagramda videolar chiqdi, sizlar ham ko'rgan bo'lsanglar kerak, ko'zinglar bo'lsa ko'rasizlar. Odilxonni Oktagon konferensiyami, nima Oktagon ligami, Oktagon masxarabozxonami Qozog'istonga borgan payti erka bilan o'zichon tashab, shapaloq urib, so'kib, haqorat qilib, Qozog'istonlik o'sha Oktagonni tashkilotini ahraniklari ham o'zini nima qozoqda bolasiga sakraysan deb, qaror shunaqa bir muomalalar qilishgan videolari chiqyapti.
Qozog'istonga borgan paytim 3-4 kishi kelib meni urib ketdi. O'zidan o'zi tanimayman. Ichida ana shunday bir molparastlari ko'p deb gapirgan paytim ikkita davlat o'rtasiga nizo solma. Davlatimiz buyuk, ikkita davlat bir-biri bilan urushmasin seni deb shunaqa gapirgan insonlar menga chiqqan edi. Ey, hurmatli qozog'istonlik bavurlarim, sizlar ham bir Qozog'istondan chiqib bir jang qilinglar. Irka bilan to'ktar. Chiq Qozog'istondan chiqib O'zbekistonda Odilxon bilan bir solish, bir ko'raylik. Uyingga borib olsa xo'roz bo'lasan. Men Odilxonni tarafini olmayman, lekin vatandoshim. Qozog'istonda turib olib gijillama. Chiq O'zbekistonda bir jangingni ko'raylik. Ko'tinga shunday barmoqni urib cho'pa-cho'p siqib qo'yadiganlar bor O'zbekistonda. Kel, mulla menga yeshicha deb o'tirasan mana bunday. Qozog'istonda sakraysan sen. Достар, бәріне, ассаламу алейкум, всем ассаламу алейкум. Хотел разъяснить ситуацию последнюю, произошедшую между мной и Адильхоном, которую он трактует по-другому, разжигает межнациональную рознь. Там говорит, что его казахи избили. Я скажу так, Адильхон получил шапл от меня, один-единственный, больше я ему ничего не делал. И он знает, за что он получил, потому что я его еще и предупреждал. Если я тебя увижу, не подходи ко мне, потому что ты получишь шапл, потому что я вспомню. Все то, что ты делал целый год, какие видео монтировал, что публиковал, задевал, переходил на личное, это все я вспомню, если тебя в близком расстоянии увижу. Я его предупреждал, но нет, на видео видно, как Камиль подошел, за ним Адильхон сам подошел ко мне, конфликт начался, и никакой толпы рядом со мной не было. Я ему прописал один шапл и все. Потом начался конфликт, охрана подбежала, потому что она рядом не была, она успела, подбежала, его разнимали, нас разнимали, его охраняли охранники. То есть не было никакой толпы, не было никакого там казахи, узбеки, там не было нации. Мне не важно, узбек он, китаец, русский. У меня личная неприязнь именно к нему и все. Поэтому сейчас он допускает большую ошибку. Разжигает межнациональную рознь, которую он потом не сможет остановить. Поэтому это очень опасный человек с опасным инструментом, с подписчиками, которых может направить не в то русло. Поэтому не верьте этому человеку, потому что он врет. Я вам показал реальные факты, доказательства, что его никто толпой не избивал здесь. Он чистый ушел оттуда, он даже не упал на землю. Один шапл и все. Этого было достаточно, чтобы он разжигал межнациональную рознь. Толпа не было. Ну, во-первых, я сам пришел, потом Адильхон пришел. Там уже они вдвоем решали, и я в середине был. Втроем чисто. Всем ассаламу алейкум. Давайте жить в мире добра, дружбы. Все народы, все мы, СНГ, все. Aziz vatandoshlar, ushbu muborak kunda siz ham Qadr kechasini muqaddas bo'lmish Ka'batullohda o'tkazishni xohlasangiz, albatta shoshilib qoling, chunki bu fursat bu yil qaytib kelmaydi. Unda ekrandagi ko'rib turgan nomerlaringiz orqali batafsil ma'lumot oling hamda boshqa davlat fuqarolari ham ushbu ekranda ko'rib turgan nomerlar orqali bog'lanishlari mumkin. Endilikda siz Ramazon oyini Makka yu Madinada o'tkazishni xohlaysizmi? Unda shoshilib qoling, chunki 14 kunlik hamda 1 oylik umra safariga borish imkoniyati bor. Siz eng ishonchli tur firma, ya'ni Ixlos Travel orqali amalga oshirishingiz mumkin. Albatta, to'liq ma'lumot uchun ekranda ko'rib turgan nomerlaringizga hozirda o'zdayoq qo'ng'iroq qiling, chunki joy oz qoldi. Muborak Ramazon oyini siz Makka yu Madinada kutib oling. Ixlos Travel eng ishonchli tur firmadir. Xo'p, qadrli vatandoshlar, albatta fikrlaringizni kommentariyaga yozib qoldirdingiz degan umiddaman. Like'lar uchun sizlardan Alloh kattakon rozi bo'lsin. Biz esa videolarni shu yerda tugatdik. Keyingi videolarda ko'rishgunga qadar sog' bo'ling, omon bo'ling. Kanalga mehmonlar albatta obuna bo'lib qo'ying, chunki obuna bo'lmayotganlar nihoyatda ko'p ekan.